Fan va ta'lim ministrligi bildirishicha, ob-havo sababli maktablarda ta'til yana 3 kunga uzaytirildi. Unga ko'ra 5 kunlik jadval bilan ishlagan maktablarda 31 yanvarda va 1-2 fevralda ham o'qish bo'lmaydi. 6 kunlik tartibda ishlagan maktablarda esa dam olish 31 yanvardan 3 fevralgacha davom etadi. Ministrlik bolalar bog'chalaridagi ta'tilni uzaytirishni mahalliy hukumat hal qilishini, kasb-hunar bilim yurtlarida tegishli qarorni mustaqil qabul qilishlarini ma'lum qildi. Bu vaqtgacha sovuq sababli Qirg'izistondagi barcha maktablar bolalar bog'chalarining ishi 26 yanvardan 30 yanvargacha vaqtincha to'xtatilgan edi. Ekotex inspeksiyasi yong'in xavfsizligini saqlash maqsadida elektr isitgichlardan foydalanishda ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. Sababi qattiq sovuq tufayli aholi orasida qo'lda yasalgan xavfsizlik talablariga javob bermagan isitgichlardan foydalanishmoqda. Bu haqda Ekotex inspeksiyasining matbuot xizmati bildirdi. Shuningdek, inspeksiya tomonidan elektr tokidan ko'p foydalangan muassasa, korxonalarga, kafe, hammom, shu bilan birga ko'ngilochar tarmoqlarda elektr quvvatini tejash bo'yicha bildiruvlar tarqatilmoqda. Shuningdek, savdo-sotiq joylariga avtomashina yuvish, tez ovqatlanish joylari egalariga ham tushuntirish ishlari bormoqda. Muassasadan bildirilishicha, issiqlik berish ishxonasidagi avariya sababli Bishkek shahrida elektr quvvatidan foydalanish ortgan. Xatoliklar bilan chiqarilgan tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar bepul almashtirilmoqda. Bu bilan Davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi parlamentda aytilgan ma'lumotlarni inkor qildi. Dog'oyev bu masala bo'yicha aybdor aniqlanganini, xatoliklar tipografiya va Davlat ro'yxatga olish xizmatining tegishli komissiyasi javobgarligida bo'lganini qo'shimcha qildi. Sababi ular ham tegishli nazorat va kuzatuvga olmagan. Hozirgi vaqtda pul bilan almashtirishga hech qanday qaror yo'q. Hammasi bepul almashtirilmoqda. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha Jo'g'org'i Kengashda xatoliklar bilan bosilgan guvohnomalarni almashtirishga haq olinmoqda degan ma'lumotlar aytilgan edi. Hukumat ma'lumotlarini ochiqlaydi. Bu haqda bugun 30 yanvarda Premyer ministr Sapar Isaqov ma'lum qildi. Uning aytishicha, Open Government Partnership hamkorligida ishga tushiriladi. Bugungi kunda unga 75 davlat a'zo. Qirg'iziston bu hamkorlikka O'rta Osiyo davlatlaridan birinchi bo'lib kirmoqda. U milliy dastur asosida amalga oshiriladi. Hukumatdagi ma'lumotlar tadbirkorlarga va xususiy xizmatdagilarga bepul tarqatiladi. Bu korrupsiyadan xalos bo'lishga sharoit yaratishi haqida hukumat ishontirmoqda. Batken rayonining Chek qishlog'iga o'rnatilgan aloqa stansiyasini uning atrofidagi yashagan turg'unlar xavfsiz joyga jildirishni talab qilishmoqda. Sababi bu stansiya turar joylarga yaqin joylashib, atrofi zax bo'lib qolgan. Shu sababli kuchli shamol vaqtida qulab ketish xavfi borligidan norozi bo'lganlar aytishdi. Bundan tashqari yashovchilarning sog'ligiga ham zarar ekanligi bildirilmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Yarim yil avval Chek qishlog'iga signal qabul qiladigan stansiya o'rnatilgan. Yangi yilda esa uni tagidan o'tadigan quvur yorilib, atrofini suv qoplagan. Quvurlar yamalgani bilan namgarchilik hamon bor. Shamol bo'lganda esa baza stansiyasida qulab ketish xavfi ortadi. Bundan xavotirga tushgan mahalliy yashovchilar uni boshqa yerga ko'chirishni talab qilishdi. Bu vodoprovodning ustiga qurilgan. Qurilganiga байланыштуу vodoprovodning ostidan suv chiqib ketdi. Kecha qattiq shamollarda qayaga jig'ilib ketadi ekan deb o'shandan qo'rqib em bo'lib qoldik. Qayaga. Agarda bir uy bilenin ustiga tushib emelib ketsa, bir uy bile semiyasi bilan yo'q bo'lib ketishi hech bu yerda talassiz bo'lib o'tadi. Oga kim kepildik beradi, bile olmayman uni. Bayağı zaktap ketib o'tadi. Birden kol birovning uyining üstüne tushib, yo'sa mana ketib o'tgan elektr energiyasiga tushib, transformatorlar atılıb, je birovning uyi pajar bo'lib, je bir bela bo'lib, elder jabirqagancha eng tinchli bir dashka bar qurib qo'ygan o'ng deyman. Signal qabul qiladigan stansiya turar joylarga yaqin joylashib, yashovchilar salomatligiga ziyon yetkazishidan xavotirlanishmoqda. Sababi o'rnatilayotganda hech bir tomondan ruxsat olinmagan, faqat yer egasi bilan ma'qullanilgan. Bunday qilib arzlanayotgan yashovchilar so'z bo'layotgan stansiya qishloq kengashi deputati hovlisiga o'rnatilganini qo'shimcha qilishdi. Sessiyaga masala qilib hukumat o'zi qo'ygan ekan. Sessiyada qavlali bilan Aşıkça yarımı antenin bir yaksı 21 metr kvadrat yer hazır emeğim oldu da o şoğa 3000 akça töleyi turgan bolup arendaga aldım hükümetten ol dedi ki.
Eğer mana şu ayıldagi yelge şol kerek bolbosa, buzib ketsin, oga men ma'qul deyman. Qishloq hukumatining ma'lumotiga ko'ra, aloqa antennasi hovliga emas, qizil chiziq o'tgan yerga o'rnatilgan. 20 metr kvadrat yer uchun Abdulsamid Sattarov yiliga 3000 so'mdan ijara to'laydi. Baza stansiyasi o'rnatilib bo'lingandan keyin mahalliy hukumat antennani ruxsat berilmagan yerda ekanini aniqlagan. Endi tegishli xizmat bir hafta ichida aniqlash ishlarini olib borishadi. Arendaga berganmiz-da bu. Keyin berdik biz, qurilib bitgandan keyin. Uyali aloqa kompaniyasiga stansiyani ko'chirish talabi qo'yilsa boshqa yerga olib ketishni bildirishgan. Biroq mahalliy yashovchilar uchun aloqa stansiyasi zarur ekanini aytishib, qishloq hukumatidan boshqa yer topib berishni iltimos qilishgan. Eslatib o'tsak, Chek qishlog'ida 5000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bugun Chuy oblastidagi Moskva rayon sudi marhum premyer ministr Temir Jumaqadirovning o'limiga bog'liq ishni tekshirishni davom ettiradi. Shu kuni ekspert ko'rsatma berib, so'nggi so'z aytiladi. Bu haqda Oliy sud vakillari ma'lum qilishdi. 25 yanvardagi birinchi yig'inda sudlanayotgan 25 yoshdagi Avtandil Talaybek o'g'li aybini tan olishini 2 million 127 ming so'm zararni to'lay olmasligini aytgan. Uni yuk tashuvchi mashina boshqarishga huquq bergan Y kategoriyadagi guvohnomasini fojiadan 4 oy oldin olgani ma'lum bo'lgan. 38 yoshdagi vitse-premyer ministr Temir Jumaqadirov 7 oktyabr kuni Bishkek-Chaldibar yo'lida yo'l halokatidan qurbon bo'lgan. U o'tirgan Toyota Land Cruiser avtomashinasi bug'doy olib ketayotgan KAMAZ avtomashinasi bilan to'qnashib, natijada Temir Jumaqadirov yonidagi yordamchisi va haydovchisi bilan halok bo'lgan. Bishkek shahrining 1-may rayon sudi Jo'g'irq kengash deputati Qanatbek Isayevning himoya chorasini ko'rib chiqib, yana 1 oygacha qamoqda qoldirish qarorini chiqardi. Isayevni o'tgan yil 30-sentyabrda Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi qo'lga olgan. Bunga deputat hukumatni kuch bilan bosib olishga harakat qilmoqda degan asos bilan internetda tarqagan video sabab bo'lgan. Bosh prokuratura Qanatbek Isayevga Jinoyat kodeksining 27, 233, 295 moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'agan.